Men unitazman. Telefonda uzoq o'tirish sog'liq uchun zararli. Men tualet qog'oziman. Meni qattiq va ko'p ishqalab ishlatsangiz, teringiz shikastlanadi. Men hojatxona cho'tkasiman. Meni noto'g'ri ishlatsangiz, hamma yoq iflos bo'ladi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa hojatxonaga zarar yetkazaman. Men suyuq sovunman. Meni ishlatgach darrov yuvib tashlamang. Agar shoshilmasangiz, mikroblarni yaxshiroq yo'q qilaman. Aks holda mana bunday jahlim chiqadi. Men tish pastasiman. Meni juda ko'p siqmang. Ozgina yetadi. Aks holda tishlaringizga zarar yetkazishim mumkin. Men tish ipiman. Meni sekin ishlating. Juda qattiq tortsangiz, milklaringizga zarar yetadi. Men dezodorantman. Meni toza va quruq teriga surting. Terlagan holatda ishlatsangiz foydam kamayadi. To'g'ri ishlating, bo'lmasa mana bunday jahlim chiqadi. Men lab uchun juda ko'p ishlatma. Aks holda lablar quriydi. Men tishman. Juda qattiq ishqalasangiz, emalim zarar ko'radi. Yumshoq cho'tka bilan sekin yuvish to'g'ri. Men sovunman. Suv ichida qoldirsangiz, tez erib ketaman. Quruq joyda saqlang. Men dushman. Tozalamasangiz, teshiklarim tiqilib qoladi. Vaqti bilan tozalang. Men machalkaman. Meni ho'l holda tashlab qo'ysangiz, ichimda mikroblar ko'payadi. Yuvgach siqib, quritib osib qo'ying. Men sochiqman. Nam holda tashlab qo'ysangiz, mog'or paydo bo'ladi. Ishlatgach yoyib quriting. Agar sizga shunaqa qiziqarli va foydali videolar yoqsa, biz bilan qoling. Obuna bo'ling.